Assalomu alaykum barcha yaxshilar. Hozirgi kunda insonlarning ishonchiga kirib, ularni aldab ketish holatlari juda ko'p kuzatilmoqda. Shunday ekan, barchamizni ehtiyotkorlikka chorlab bir she'r yozgandim. Aniqrog'i bir inson menga internetdan yozdi. Uning dardlarini men she'r qilib yozmoqdaman. Sababiki shundan insonlar dars olsin, aldanmaganlar aldanmasin degan maqsadda. Bitta iltimosim, kanalimga obuna bo'lsalaringiz, she'rlarim hammaga yetib borardi. Oldindan rahmat. Sodda qizning dardlari. Bir onaning soddagina go'zal qizi bor edi. Ular juda baxtiyor, ham rosa ahil edi. Oilada bir o'g'il va bitta qiz yashardi. O'zlarini eng baxtli inson deb atashardi. Chunki ota-onasi avaylardi qizini. Ukasi ham yoqtirar mehribon opasini. Juda baxtli oila, hamma xursand, shod edi. Urush janjal degani bu oilaga yot edi. Opa-uka juda ham qiyin kunlar ko'rishgan. Ne bo'lsa ham bir-birin qattiq hurmat qilishgan. Urush janjal neligin bilmasdi bu xonadon. Bu oilada janjallar bo'lmagandi hech qachon. Bo'ldi bir kun bir xato. Qoldi qizi aldanib. Katta pulga aldashdi u qizdan foydalanib. Shu bo'ldi-yu bir zumda ko'z tegdi sho'x damlarga. Yaxshi kunlar almashdi janjalu alamlarga. Tinch va totuv oiladan fayz baraka yo'qoldi. Ona va qiz ikkovin janjallari avj oldi. Ona derdi: "Jon qizim, aytchi bu ne qilganing? Shu yaxshimi bizlarni ko'p pulga tushirganing? Seni yaxshi ko'raman, lekin ko'nglim qoldirding, bizni qilib sharmanda tiriklayin o'ldirding." Bu so'zlardan qizchaning vayron dili ezildi. Bir so'z deya olmasdan ko'zidan yosh sizildi. Ne ham derdi qizaloq, axir uni aldashdi. U ataylab qilmadi, odam tanlab adashdi. Qiz bechora o'rtada qoldi har xil so'zlarga. Ishonmasdi endi u hattoki chin do'stlarga. Qizdan butun oila yuz o'girdi butunlay. Ayblashdi hamisha uni bir bor tushunmay. Faqatgina otasi aql bilan ish tutdi. Qiziga do'q urmasdan bo'lgan ishni unutdi. Otasi der: "Jon qizim, ko'p siqilma, yaxshi yur. Onang, ukang, jigaring, sen ularni yaxshi ko'r." Qizchi bir so'z deya olmay, faqatgina yig'laydi. Chunki qiz ham hamisha yarashishni o'ylaydi. Onasiga aytolmas qattiq sog'inganini. Tez-tez borib yashirin uzoqdan ko'rganini. Qiz sog'inar onasin, doim ko'rish xohlaydi. Ne ham qilsin sog'inib, faqatgina yig'laydi. U o'ylaydi nahotki onam yaxshi ko'rmaydi. Ukam meni nimaga bir bor yo'qlab kelmaydi. Ukasini ko'rganda ukajonim deyolmas. Beparvoligin ko'rib ko'z yoshini tiyolmas. Qiz biladi ukasi unga juda mehribon. Qiz yig'lab der: "Shunchalar ranjidingmi ukajon?" Urushadi onasi. Janjal tekkan joniga. Aytolmaydi sog'indim deya onajoniga. Qani bo'lib mo'jiza avvalgidek kun kelsa, onasi va ukasi qizaloqni kechirsa. 4 yil o'tdi oradan. Haligacha yig'lar qiz, onasi va ukasi hali hamon mehrsiz. Farzandlarini quchoqlab ovutadi o'zini, la'nat dedi pul olib aldab ketgan do'stini. Pul boylik topiladi, topilmaydi oqibat. Oilaning buzilishi juda katta musibat. Unut bo'lib hammasi, yo'q bo'lsaydi adovat, tiklansaydi sho'x shodon avvalgi munosabat. Aziz aka-ukalar, opa-singil muqaddas. Unutmangiz, ulardan hech narsa ustun emas. Onajonlar kechiring, ba'zan xato qilamiz. Biz unutmangiz, siz uchun biz hamisha bolamiz. Ey odamlar,
tushmang hech birovning o'rtasiga. Aldansangiz qolasiz muammoning kattasiga. Yordam qiling tushuning, yaqiningiz aldansa. Og'ir damda voz kechmang, yaxshi emas bu narsa. Kimda qanday xulosa, vijdon bilan o'ylasin, hech kim o'z jigarini yolg'izlatib qo'ymasin. O'zgardimi odamlar, balki shunday zamondir. Ishonsangiz rostiya, lek hammasi yolg'ondir. Bir soddadil ayolning dardlari shu men bilgan. Balki hozir u qizni yaqinlari kechirgan. Kechirimli bo'laylik, dil mehrdan to'yadi. Kechirimli insonni Alloh yaxshi ko'radi. Hayot doim bir xilmas. Gohi shodlik, gohi g'am. Yozdim ushbu she'rimni, dars bo'lar deb sizga ham. Hurmat ila DJ Islom Sadvinlik.